Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yili 7 ayning 1 kuni juma. Men Amerikaniki Kaliforniya shtati Los Angeles shahri rayonida yashaydigan Erkin Sidiq. 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim bir qism uchurlar boslarga yine deb qo'yay. Bu oldingi 2 haftadagi eng cho'ng xabarniki birisi inimiz Nuri Turkaniki Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining 2022-2023 yillik raislik o'rniga tayinlanishi bo'ldi. Bu biz uchun bir cho'ng xabar bo'ldi. Bizning xabarda bor aslimiz Elnigar Amerikaniki Aqsaroyning Xitoy ishriq mas'ul bo'liminiki mas'uli bo'lgan bir qancha yilning oldida. Shunday qilib hozir Uyg'urlardan 2 adam Amerikaniki hukumat ichida shu davlat hokimiyati ichida vazifa oldi. Bu Uyg'urlar uchun bir cho'ng voqea, ahamiyatli bir ish. Xitoylar Uyg'urlarni qayerga qolib kelmaydi deb qo'liqib yo'qitaman deyotdi. Amerika dunyodagi eng kuchli davlat bo'lgan Amerika bo'lsa, Uyg'urlarni shunaqa muhim o'rinlarga qo'yyotdi. Başqa nurg'un millatlar ishlashgan chog'da bu jihatda hozir Uyg'urlarning tutgan o'rni yuqori bo'ldi. Masalan, musulmon dunyosi va turk dunyosi bilan ishlashgan chog'da masalanga. Bizningki nufusimiz bak ko'p emas, nurg'un davlatlar ishlashgan chog'da. Ammo ikki qarindoshimizniki mana Amerika hukumatida yuqori darajalik o'ringa chiqishi bu bir zo'r voqea Uyg'urlar uchun. Yana bir tarafdan Uyg'urlar agar tirishsa qandaq ishlarni qilayotganligini ko'rsatib turdi bu voqealar. Shunga bu boshqa davlatlarda yashayotgan ham Uyg'urlar uchun bir yaxshi ulgu bo'ladi deb o'ylayman. Ondan keyin shunga ergashib yaqinda yana Yaponiyada cho'ng yaxshi xabarlar chiqdi. Uniki birisi singlimiz Arfiya Ablat Yaponiya parlamentining yuqori palata a'zolik saylamiga o'zini tizimlatib, hozir shu saylovga qatnashyapti. Ondan keyin Yaponiyadagi Uyg'ur qizi Guliston Aziz Yaponiyadagi Konemori partiyasining Kanagawa o'lkasidagi vakil nomzodlarining biri sifatida Yaponiya davlatlik kengash palata saylamiga qatnashyapti hozir. 2 qiz Yaponiyadan, yosh qizlar bu ishga kirishyapti. Bu Yaponiyaga Uyg'urlarniki chiqish tarixidagi endi cho'ng voqea. Ben birinchi turkum Yaponiyaga chiqqan Uyg'urlar qatorida 1985-yili Yaponiyaga borgan. 2 yil o'qib qaytdik biz. Undan keyin Yaponiyaga berayotgan Uyg'urlarniki oxiri uzilmadi. Hozir endi Amerikadagi Nuri Turkal bilan Elnigar 2 qarindoshimizga ergashib bilan bu 2 singlimizniki Yaponiyadagi siyosatni chiqish uchun o'tira chiqishi bu kishilarni intayin xushal qiladi. Ben ularniki saylamaga utuqlik tilayman. Bu hammamizni xushal qiladigan ishlar endi. Endi bu qatim men Amerikada yaqinda bo'lgan bir qancha ishlar to'g'riliq qisqacha to'xtalaman. O nima desanglar, hozir xalqarodagi xabarlarni bir olgan ishlar bor. O nima desanglar, Amerikaniki Oliy sudi yaqinda 6 dak cho'ng qarorlarni oldi. Bu xalqaro cho'ng xabar bo'lib ketdi. Men bu ishlarni qisqacha tushuntirib ketaman. Bu 6 qarorniki birisi ayollarniki amildor ayollarniki bolni oldirib o'tish ishi bilan munosabatlik. 1973-yildan burun bir Amerikaning bir shtatida bir qonun bor ekan. U nima desa, bola bir ayol amildor bo'lib 15 haftadan o'tgandan keyin bolni tushirasi bo'lmaydi degan qonun bor ekan 1973-yildan burun. 1973-yili buningga qarshi bir arz chiqib, oliy sudga berib, oliy suddan bu shu 15 haftadan keyin bolni oldirib o'tsa bo'lmaydi degan qaror xato. Buni Amerikaniki oliy sudi qildigan ish emas. Ayollarniki
balani elishi yoki tushirib yetishi bu ayollarniki o'zining erkinligi, o'zining huquqi. Shunga ayni vaqtda ilingan bu qaror xato. Bundan keyin bu ishlarni Amerikadagi qaysi shtatlar o'z oldiga qaror qonun chiqarib bir taraf qilish kerak deb 73-yili chiqqan qarorni og'diryapti bu qatim. Lekin hozir tashviqotda bo'libmi Amerikadagi demokratlarniki tashviqotlarda bu ish butunlayla burmilinib, Amerikaniki oliy sudi ayollarniki bolalarni oldirib o'tish huquqini ep tashlayapti deb Amerikada bir qism namoyishlar bo'ldi. Hatta bir qism qalamqancha chiqamdiki degan andishlarmi bo'ldi. Amaliyotda bunday ish emas. Amerikaniki asosiy qonuni, shu qonun sistemasining ishlarini biroz tushunib baxsanglar, hayron qolsizlar. Ajoyib oliyjanob narsalar bor buning ichida. Maqatimki bo'lgan ish nima desa, burunqi buningdan 49-yilda yuz bergan bir xatolikni tuzitish bo'ldi bu qatim. Amerikaniki oliy sudi o'z oldiga qonun chiqarmaydi. Amerikaniki oliy sudiniki aslida shu Amerikani qurgan ajdodlarniki belgilamasi bo'yicha Amerikaniki oliy sudi faqat Amerikaniki asosiy qonuniy va boshqa qonunlarni tushuntirdi, to'g'ri tushuntirdi. Ma'lum bir ish yuz berganchada bu asosiy qonunga xilofmi yo xilof emasmi? Boshqa qonunga xilofmi yo xilof emasmi degan narsani tushuntirdi. Lekin Amerikaniki oliy sudi o'z oldiga qonun chiqarmaydi. Ularning unda huquqi yo'q. Bu ular huquq Amerikaning asosiy qonunida berilgan emas. Ashta bo'g'ashqa buningdan 49-yilda e'lon qaror aslida Amerikaniki asosiy qonunga xilof. Ashta e'lon qaror ekan, shunga bu qatim uni og'diryapti. Bu qatim ayollarniki bolalarni oldirib bu huquqini qanday bir taraf qiladi, buni shtatlarga beryapti. Shunga Amerikada qonun chiqaradigan ikki daraja bor. Birisi shtat. Amaliyotda Amerikaning asosiy qonunida har qaysi shtatlarga intan cho'ng huquq bergan. Shtat degan vaqtimizda xalqqa, har qaysi shtatda yashaydigan xalqqa intan cho'ng huquq bergan, hukumatga emas. Hukumatda huquq yo'q, xalqda huquq bor. Shunga nurg'un qarorning ikki darajasi bor. Shtatning qarori, anikin davlat qarori, shtatning qonuni, anikin federal qonun deb ikki xil qonun bor. Shtatning qonunlarini har bir shtatning parlamentari chiqaradi. Amerikaniki federal qonunlari bo'lsa, Amerika kongress chiqaradi. Kongress deganimizda Kengash palatasi bilan Avam palatasi. Ular loyihani o'tirib qo'yib, ikki palatadan tasdiqlab, eng oxirida prezident imzo qo'yib, andiki qonun bo'ladi. Mush butun jarayonga Amerikaniki oliy sudi aralashmaydi. Oliy sudniki qilgan ishi mush narsalar bitib bo'lgandan keyin ma'lum bir ish yuz bergan chog'da bu shu Amerikaniki federal qonuniga xilofmi emasmi degan, Amerikaniki asos qonunga xilofmi emasmi degan mush sadiki tushuntirishni olib borish huquqi bor, lekin qonun chiqarish huquqi yo'q. Shunga vaqtim yuz bergan ish bu ish bak cho'ng bir g'ulg'ul qo'zg'ab ketdi. Amerikada hali bir qism namoyishlarmi bo'ldi. Kishilardan cho'ng andishi bo'ldi. Shunlar bir qalamqancha chiqib ketamdikan deb. Hozir biroz besiqdi bu ish. Shunga bu yaqinda Amerikaniki oliy sudi olgan qarorning birisi shu. Uning ikkinchisi bir tantarbiya trenerniki top maydonida duo qilish ahvoli. Bir odamning ismi Kennedy deyman mening ismini qilishcha, shu odam bu bir trener ekan, coach, Jolan deb qo'yamiz. Bir maktabniki, bir tantarbiyaniki nimasi ekan, trener ekan. Har qatim nimaniki, beysbolniki meni ismini qilishcha. Beysbol futbolniki mi? Har qatim qarab boqaya. Xos to'pliq futbolniki. Amerikacha futbolniki trener ekan. Bu odam har qatim musobaqa tugagan chog'da musobaqa maydonidagi 50 metrlik yerida yoki yukinib o'tirib, ko'zni yumib, yerga qarab turib duo qildi ekan. Bu odam o'zi xristian odam, duo qildi ekan. Ashta qilsa buning atrofiga o'quvchilar maktab olishib birga duo qildi ekan musobaqadan keyin. O'tgan yil 6-oyda bu odamni buda qilmaysan deb maktabdan to'sibdi. Bu odam bu o'zimniki huquqiy mashaq qilaverman degandan keyin oxiri bu odamni xizmatdan bo'shatibdi. Maktabdagi xizmatini ep tashlabdi.
Shundan keyin bu odam shtatga arz qilib ekan, shtatdan bu arzni bu odamga foydasiz qaror olibdi, bu odamning qilgani xato deb. Shuni bu odam oxirida oliy sudga arz qilib, yaqinda ilingan qaror nima desa, bu odamniki ashtaq maktabning top maydonida duo qilish huquqi bor. Bu Amerikaniki hukumat bilan dinni ayirish qonuniga xilof emas degan hukm chiqadi. Bu ikkinchi qonun bu. Endi bu odamga qarasanglar, shunchalik isil odam ekan. Ashtaq xizmatining orliq qilib, nurg'un yo'l mengib, xatni to'xtatmay, shtat o'tirvasa, oliy sudga arz qilib, endi yo'l mengib, oxiri olmay utib, lekin mana utib qilsa-mu, $1 to'lam to'latmadi. Aslidagi bu odamning xizmatini etgan kishilarga. Faqatlam bu odam degani bu meniki duo qilishim, top maydonida duo qilishim mening erkinligim, diniy erkinligim. Buni hech kimning to'sish haqqi yo'q deb, oxiri shu arzni qilib utib, bu bir cho'ng xabar bo'lib ketdi. Endi buniki bumi nima cho'ng xabar bo'lib ketdi desanglar, Amerikaniki maktablarda diniy faoliyatlarni, diniy ishlarni cheklaydigan ishlar bir xil avj olgan yaqinqi zamonlarda. Demokratik partiyaning odamlari ashta qiladi. Avj olgan. Ma'lumki, mundaq bir hukmning chiqishi bilan bundan keyin maktablarda diniy faoliyatlarniki biroz kuchayishiga turtki bo'lishi mumkin deydi. Bumi nima desanglar, oliy sudniki asos qonun bo'yicha olgan qaror endi. Haqli xato tushungan narsani to'g'ri tushunib, asli qonun mundaq. Bu Amerikaniki din bilan hokimiyatni ayirish qonuniga xilof emas degan narsa o'tirib qo'yishli iborat bo'ldi endi. Üçüncü ikkincisi birinci, ikinci, üçüncüsü o. Dördüncüsü Amerika'daki G'arbiy Virjiniya shtatidagi Amerika muhitni qo'g'dash idorasi ustidan qilgan arzi. Bu nima ekan desanglar, Amerikadagi G'arbiy Virjiniya shtati da ko'mir konlari bor ekan. Ko'mir konni qizish bularning iqtisodiy kiriminiki naydi cho'ng bir qismi ekan endi. Yaqinda qarorlarda bor Amerika shu muhitni qo'g'dash bahonasi bilan bir qism siyosatlarni o'tirib chiqarib, masalanga Amerikadagi davlat egligidagi yerlardagi maylarni qazadigan ishlarni to'xtatib qo'ydi. Yani bir may turbasini to'xtatib qo'ydi. Yangi prezident chiqqandan keyin ashlan bilan Amerikadagi may bahsi o'sib ketib, shuning bilan pul paxalligi kelib chiqdi hozir. Bu bir-biriga bog'lanishlik. Mana shunga munosabatlik. Shu muhitni qo'g'dash idorasi degan idora G'arbiy Virjiniya shtati ustidan qaror elib, shu ko'mir konlarni qizishni to'xtatish kerak degan qarorni olgan ekan. Bu qatimki asosiy sunni Amerikadagi bosh sudniki chiqargan qaror nima desanglar, bu muhitni qo'g'dash idorasiniki bunda qonuniy huquqi yo'q. Bu idoraniki o'z oldiga qonun chiqarish huquqi yo'q. Agar qonun chiqarish to'g'ri kelsa, albatta men degandek Amerikaniki kongressidan yoki har qaysi shtatlarniki parlamentidan chiqarish kerak. Shu rasmiyat bo'yicha. Lekin qandaqdir hukumat qurib qo'ygan bir idoraniki o'z oldiga mandaq bir qonun chiqarib, uni ijro qilish huquqi yo'q, unda salohiyati yo'q degan xulosani chiqardi. Bumi Amerikadagi siyosiy tuzumdagi afzalliginiki bir namoyandasi bu. Yana birisi mustaqillik hozir muhitni qo'g'dash bahonasi bilan yuz berayotgan bir qism o'sal ishlarniki bir qismini tuzib berish jihatdami biroz foydasi bor maniki. Uni xabarlarda bor muhitni qo'g'dash bir dunyoviy ish. Qandaqdir Amerika chiqayotgan ham ishlarni to'xtatish bilan yer shariniki bulg'anishni to'xtab qolmaydi. Hozir yer sharini eng og'ir darajada bulg'ayotgan Xitoy amaliyotda yangi hokimiyat Xitoy uchun xushamad qildi bu jihatlarda. O'tganda bu jihatni sizlarga so'zlab berdim. Amerika ichida bo'lsa, shuning bahonasi bilan intayin g'alati ishlar yuz berdi. Yaqinda may bahosiniki shiddatli o'sib ketishi. Bunda deyishimdagi sabab oldingi prezident vaqtida Amerikadagi 1 gallon mayniki bahosi $2 dan sal yuqoriroq deb bizning Kaliforniyada.
hozir 6 dollardan yuqori olib ketdi, 3 yaş o'sib ketdi. Bu energiya hamma ishlab chiqarishlarga bog'lanish bo'lganligi uchun energiyaniki bahsi o'sib ketgandan keyin hamma mallarning bahsi o'sib ketadigan gap. Tushish haqqi deyli, balki ishlab chiqarish haqqi bo'lsin. Ashting bilan hozir Amerikada nihoyatda ig'ir darajada pul pahaligi yuz beryotidi. Yaqinqi tekshirish natijasi 8,6% pul pahaligi bir yilning ichidagi. Ashta bu vaqtda shu munosabatlik, ashta bu boshqa bu cho'ng xabar bo'ldi. Andikin 5-ci karar, bu qatam Oliy sud olgan 5-ci karar, oldingi prezident chiqargan, Trump chiqargan, shu Meksikadan Amerikaga kelib siyosiy panoh tilaguvchilar, Amerika hukumati ularni tekshirib, rasmiy ularniki taqdiri ustida qaror olib qo'yguchilik, bular Meksikada tutsin, iltimos qilgin. Sen Amerika'ya iltimos qilgin siyosiy panoh tilaganga, lekin seninki iltimosing bir taraf bo'lib qo'yguchilik, sen Meksika tutdigin. Bu oldingi prezidentniki chiqargan bir ma'muriy buyruq etdi bu. Ashta bu boshqa Meksikaliklarning hammasi Meksikada tug'an, Amerika ishini bijirib endi ma yangi prezident chiqqandan keyin bu siyosiy panoh tilaguvchilar Amerikaga kevilib aniga saqlasa bo'ladi deb chegirni aytibdi. Bu ehtimol bu jihatda xabarlarni ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Shu Amerikaniki Meksika bilan tutishadigan shtatlari, masalan, Texas degandek, hozir intayin ig'ir qiyinchilikqa qolib qoldi. 21-asrdami chegirasi ochiq davlat bormi bu dunyoda? Men nurg'un davlatlarga bordim, bu chegaradan kirib chiqish degan shunchalik tas. Hozir Amerikada bo'lsa, yangi prezident bu Meksika bilan Amerika o'rtasidagi chegarani aytibdi. Shunga yangi prezident chiqqandan buyon Amerikaga kelgan qonunsiz ko'chmanlarning soni 2 million bo'libdi hozir. Bu 2 million odam 150 davlatdan kelibdi. Amaliyotda aslidagi bu siyosat Meksikaliklar uchun bo'lsa-mu, bu Amerika bilan Meksika o'rtasidagi chegaralarniki nurg'un yutuqlari bor. Haqlar o'g'irlashga kirolmaydigan. Ashta bo'g'ashqa albatta men degan 2 million odam 150 ta davlatdan kelibdi. Bundan ichida Xitoylarmi bakchiqga. Xitoylarmi ko'p bor ekan. Men bir Uyg'urning kelganini bilaman, Meksikaning ichida Amerikaning chegarasi kelganini. Undagi qanday olib ketdi bilmadim. Undan boshqalar bormi yo'qmi o'qmadim. O'rta Osiyodan kelayotganlar bor ekan deb angladim endi men. Ishqilib mana bir ish bo'lyotdi. Chegarani uchuq bu qatim Oliy sudniki olgan qarori nima desanglar, Oliy sudning olgan qarori nima oldingi prezident chiqargan bu qaror ma'muriy buyruq to'g'ri emas. Aslida Amerikaniki qonunda deyilishicha, masalan, iltimos qilganlar o'zining davlatida turib tursinmi bo'ladi degan modda bor. Qandaqda chuqum o'zining davlatida turib turish shart degan modda yo'q. Ashta boshqa bu Meksikadan kelganlar chuqum o'zining davlatida turib turish kerak degan bunday shartni qo'yish Amerikaning qonuniga uygun kelmaydi deb Mao aslidagi burungi prezidentniki chiqargan ma'muriy buyrug'ini bekor qilibdi hozir. Endi masalaga hozir 5 qarorni dedim. Amerikaniki Oliy sudida 9 odam bor, 9 sudchi bor. Bularning ichida endi u sudchilarniki partiya tavalligi bo'lsa bo'lmaydi. Ular qandaqdir Demokratik partiyaning a'zosi yoki Cumhuriyet partiyasining a'zosi desa, Republik partiyasining a'zosi desa bo'lmaydi. Ularning partiya tavalligi yo'q. Lekin bular shu liberal bilan konservativ Amerika fuqarolarini cho'ng jihatdan ikkiga ayirish mumkin. Birisi liberal deganda, masalan, Demokratik partiyaniki a'zolari liberal bo'ldi. Yani biz konservativ deganda Cumhuriyet partiyasi, Republik partiyasiniki a'zolari. Hozirgi 9 bosh sudchining ichida 6si konservativ, 3 liberal. Ashta bu boshqa oldingi 4 qonunda, oldingi 4 qarorda asosan 6 odam qo'llab, 3 odam qarshi turib qarorlarni olgan. Mao Meksikada tutib turish qarori bo'lsa, Mao ishto'g'liq olgan qarori bo'lsa,
5'dən bika qıptı, 4'dən bunu qarşı durubdu. Demek konservativlardan ikisi liberal tarafga o'tib ketibdi bu qatim. Aştığından bu buna uqtırdı. Endi aldınqı 4 natija bu Republik Partiyasi uchun aytib foydaliqkan. Bu 5-incisi demokratlar uchun foydaliqkan. Nimishqa deganda bu yerda Baydenning gapi haqda degan gap endi. Endi yana bir tarafdan bu aldınqı prezident chiqargan ma'muriy buyruqni hozir prezident bika qilyapti. Mana shu oddiy sud orqali. Endi kelar qatimda Republiklardan birisi prezident bo'lib qolsa, ma'noni o'zgartirishi mumkin. Bu mesela o'zgartib bo'lgan narsaga bu qatim chiqqan 5-narsamiz shu endi. Ondan keyin 6-incisi New Yorkniki olgan bir nimasi bor ekan, qarori bor ekan New York shahriniki. U nima desa, Amerikada bilasizlar, Amerikaliklar uyda qurol saqlasa bo'ladi. Qurolni bizga opasin bo'ladi, lekin haqqi ko'rsatsa bo'lmaydi. Saqchilar haqlar ko'rdiga esib oladi, naganlarni, masalan, shaxsiylarniki undaq qilish cheklangan. Qo'lingizda tapanchalarni ko'tarib yursangiz, ko'chalarda, yo'llarda bo'lmaydi. Uni masalan, mashinangizga solmoqchi bo'lsangiz, u qurolni mashinaniki oqsidagi sandiq qo'yadigan jabashim atab tushib oldi. Sandiq qo'yadigan yeriga yasab qo'yishingiz kerak hamda o'qni nagandan chiqarib o'tish kerak. Naganni chiqarib o'tish kerak degan gap, o naganni ostiga yasab qo'yadigan narsa bor. 10 tal o'q patadi unga. Bir tal o'qni ayrim-ayrim yapib qo'ymaysiz, agar shuni chiqarib olsangiz bo'ladi amaliyotda. Uni chiqarib olsangizmi, uni silib o'qitishni bir necha sekund ichida qilib bo'ladi, aytdingiz bu. Ashni evitish kerak endi, bu aslidagi Amerikan qonuni. Endi New Yorkdan nima qaror olibdi desanglar, sen qurolni ko'tarib achsang, o'zbekni ko'tarib yursang bo'ladi, uni yushurini oldi. Haq ko'rsatmay. Lekin saqchilar seniki shu qurolni ko'tarib yurishga layoqatlikmi emasmi degan narsalarni saqchilar bekitib berish kerak degan ashta bir qaror ekan New Yorkdan chiqqani. Saqchilar nima uchun bekitib berdi ekan desangiz, siz bir xatar ostidami emasmi? Agar sirtlar monga vaqtingizda siz bir xatar uchrash ehtimolligingiz bormi yo'qmi? Agar shu xatar uchrash ehtimolligingiz bor bo'lsa, qurol olsangiz bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Endi bu sizniki xatar ostidami emasmi degan narsani jinglab bilib bo'lmaydi. Metrlab bilib bo'lmaydi. Bu har bir shaxsniki o'ziniki hukmiga bilan munosabatlik. Saqchining hukmiga munosabatlik. New Yorkning qilgan ishi nima bo'pti desa, ashundoq bir huquqni saqchilarga berayotgan gap. Bir odamniki qurol ko'tarishga sloyit tutishimni to'shmamdi degan masala to'g'ri qaror chiqarish huquqini saqchilarga berayotgan gap. Shunga bu qatim Oliy sudniki qilgan ishi nima desa, bu qarorni sizning chiqarish huquqing yo'q. Sen bilmaysan, seniki adil bo'lishing notayin, ashning bilan sen xalqniki bir qism erkinligini sen tatib olgan bo'lasan deb ma qarorini olibdi. Bu mu cho'ng voqea bo'lib ketdi Amerikada. Amerikada shaxslarniki qurol saqlashi bek muhim narsa. Shuning bilan endi kishilar bir yerlarga borsa, qurolni evasa so'mkasining ichiga, masalan, ayollar do'konlarga borgan chog'da so'mkasining ichiga sevasa, bir mong'al mashinalariniki ichiga sevasa bo'ldigan qilibdi buni. Amerikada yaqinda işte misollar bor. Bir ayolni o'g'irlab bulayman degan chog'da so'mkasidan tapanchlab bir odamni etib o'tirayotgan ahvol bor. Shuning bilan bu ayol o'zini qo'g'dab qolibdi endi. Amerikada mana ishlar bor. Shunga 6-qaror. Shuna qilib bu 6-qarormi jumhuriyatchilarga foydali. Shuna qilib 6 qaror ichida 5 jumhuriyatchilarga foydali, birisi foydasiz Meksikoda tutib turish qonuni. Shuna bir ishlar bo'ldi. Endi bu yerda deb qo'ydigan bir ish bor. Oldingi prezident vaqtida Oliy sudga 3 yangidan sudchilarni tayinlagan. Bir sudchi o'lib ketdi, ba'zilari pensiyaga chiqib ketdi. Ashning bilan yangidan sudchilarni tayinlash ishi bo'lib, oldingi prezident 3 sudchini to'liqlagan Oliy sudga. U kishi tanlagan sudchilarning hammasi konservativ sudchilar. Uningdan burun bu konservativ bilan liberallarniki nisbati liberallar 5, konservativ 4 ishlar ekandik.
Aşta bu başqa bir qism mühim işlarda burun qaran alanmaptı ekan. Xil keshib ketdi ekan, masalan, ayollar, homildor ayollarniki balani tushiritish ishi degan narsalar. Agar burunqi 9 sochlar bu vaqtida agar bu to'g'ri qaragan bo'lsa, u nima qarar shu qarab bo'yicha turaverdi ekan. Hozir endi burunqi prezident 3 konservativ sochlarni yangidan saqlab qo'ygan uchun hozir 6 konservativ 3 liberal bo'lgan uchun bu 6 masaladagi 5 qaror shu konservativ 6 sochlarniki degani bo'yicha bo'lib mushtaq natija chiqdi degan gap endi. Bu yaqinda bak cho'ng ish bo'lib ketdi, bir necha haftadan ichidilamkin. Ashta bo'g'ashqa sizlarga men buni mushtik deb qo'ydim. Beshimga optab tushib oldi, men sanmazga o'tkayman. Abatdan nima yo'qdi. Hozir sirtbak chiroyli bo'lib ketdi, shunga uyda qilay desam, sal ish pushi bo'lib qoldi ekan deb taloq chiqib olgandim. Kun tushyapti beshim. Shundan qilib Amerika to'g'riliq bu 6 qarorning ishi shon tugdi. Ana yaqindagi yana bir cho'ng xabar G7 davlat guruhi bir yig'in ochdi. Bular bu yig'inni har yil ochadi. Birisi 7 davlat guruhi, yana birisi 20 davlat guruhi deb. Bu 7 davlat guruhining ichida Amerika, Angliya, Germaniya, Kanada, Yaponiya, Fransiya va Italiya bor. 7 davlatning boshlig'i yig'in ochdi. Bu qatımki yig'inniki burunqi yig'inlarga ancha o'xshamaydigan bir yeri, bu qatim bu 7 davlat birlikda Xitoy to'g'riliq intayin qattiq cho'ng qarorlar oldi. Buning ichidagi eng cho'ng birisi nima desa, mushu 7 davlat 600 milliard dollar pul chiqarib, Xitoyniki bir yo'l bir balvoq qurilishiga taqobil qilmoqchi bo'ldi bular. 600 milliard dollar. Buningdan 200 milliardsi nimadan chiqadi ekan? Amerikadan 300 milliard euro Yevropa birligidan chiqadi ekan, qolganlari boshqa davlatlardan chiqadi ekan. Ashta bo'lib 600 milliard. Sizlarning xabaringlarda bor. Xitoy shu bir yo'l bir balvoq qurilishini bahona qilib turib, bir qism kichik davlatlar, masalan Tayvan, Burma degan bir qism kichik davlatlarni ig'ir qarzga bo'g'ib etib, u davlatlar qarzini to'layolmagan ekan, ularniki yerini, tabiiy boyliqlarini, andikin portlarini, aydrimlarini deganda yerlarini 100 yillik bilib tursa bizga 100 yil biz ishlatamiz deb evilib, andi u yerlarga harbiy baza qurib, yu degandek ajoyib ishlarni qilyotdi. Shunga dunyo bak cho'chidi bu haqda. Bu qatim bu 7 davlat guruhiniki qilgan bir ishim shu. Bu qatim ular o'tirib qo'ygan bayonotnomada tilga olgan bir qism kuchli gaplar bor. Uniki birisi Xitoyniki Janubiy Xitoy dengizidagi kengaymichiligi u qonunsiz. Xitoy Janubiy Xitoy dengizini bizningki territoriyamiz, u yerda xalqlarning farqlari xalqancha bo'lsa bo'lmaydi deb yaqin bir qaror olgan. Amerika yo'qsin, unda haqqing yo'q. U yerlar yana xalqaro suv yo'llari, uni biz xalqan ishlatamiz degan narsani o'tirib chiqadi. Ashta qilib biroz surkishlar bo'ldi yaqinda. Bu qatim 7 davlat guruhi bu to'g'riliqmi qattiq gaplarni debdi. Tayvan masalasimi bor, Hong Kong masalasimi bor. Hong Kongni xabarlarda bor. Xi Jinping bir qo'lliq vayron qilyapti. Xi Jinping Xitoydan ig'ir darajadagi nachar o'zgarishlarni paydo qildi. Ishni ichib siyosatini bekor qilib, nima erkin iqtisod nasarini degandek Hong Kongni vayron qilyapti, Shanxayni vayron qilyapti. Hozir Shinjongni hali vayron bo'lib bir yerlarga bordi. Ish qilib ajoyib ishlar bo'lyotdi. Bu Xitoy uchun cho'ng ziyonliq, albatta biz uchun foydali. Xitoy ajizlashsa bizniki erkinlik erishishimiz biroz tezlashadi deb o'ylayman. Andan keyin Rossiyaniki Ukrainaga hujum qilishidimi qattiq bu qatim aybladi bu 7 davlat guruhidagilar. Endi Xitoyning ahvoliga kelsak, Xitoyning iqtisodiy intayin tez suratda nacharlashyapti. Hozir har xil ko'rsatkichlarning hammasi Xitoyniki iqtisodining tez suratda to'g'ri qarab minayotganligini ko'rsatyapti. Ondan keyin yaqinda bosh ko'targan yana bir ahvol, sizlarning xabaringlarda bor.
bu yıl Xitay Kompartiyasiniki 20. qurultayı ba Xi Jinping 2 qatim baş sekreter bo'lib bo'lgan. Xitoyniki qonunda 3-chi qatim bo'lsa bo'lmaydi. 2 qatimdan keyin tushib ketish kerak. Lekin Xi Jinping Xitoyniki asosiy qonunni o'zgartirib, davlat raisligini mangulik qilib o'zgartiribdi. Hozir endi partiya bosh sekretarligini 3-chi qatim davomli qilaman deb bu jihatda intayin qattiq kuchayotdi. Endi men ishonadigan ba'zi analizlar bor. Men burungi farazlar to'g'ri chiqqan. Nima deyman, bilim qurilmasi kuchlik, asosi bor gap qiladigan analizlar bor. Ularniki deyishcha Xi Jinpingniki bu yil partiya bosh sekretarligida davomli turish, Xitoyniki birinchi lideri bo'lib turish, davomli turish ehtimollari 90% dan yuqori deydi. 90% dan yuqori. Uniki degan yana bir gapi. Xi Jinping Xitoy Kompartiya tarixidagi eng oxirgi lider bo'lib qolishi mumkin deydi. Demakchi, bu qatim Xi Jinping chiqdi, lekin Xi Jinping eng oxiri Xitoy Kompartiyasini yo'q qilib etib, ondan taxtdan tushidi deydi. Mana faraz bor hozir. Uniki bir qism asoslar bor albatta. Endi bu qatim Xi Jinpingniki huquqqa qaytadan chiqish ehtimolli bak kuchli bo'lgani uchun bu Xitoydagi har darajalik rahbarlarning hammasi Xi Jinpingga darajadan tashqari xushomadchilikni boshladi. Bu xushomadchilik qilib hozir davatgan gaplari, yozayotgan maqollari ko'rsangiz chidayolmaysizlar shu darajada. Ba'zi gaplari masalan o'zini aytdi, qattiq kuyib qolgan bir qizning qo'l tushirish uchun deydigan gap bir erniki endi. O'zini aytdi, yaxshi ko'radigan bir qizning qo'l tushirish uchun deydigan gaplardimi necha 10 necha yuzasa ig'ir darajada bo'lib ketib bordi. Masalan, men ulug' doimiz Xi Jinping uchun o'z jinini pito qilishga rozi degan gaplar o'tirib chiqyapti hozir. Xitoylarda umumyuzlik sharmandachilarcha xushomat qilish boshlanib ketdi hozir. Xitoyning xabarlarini ko'rsanglar, bu jihatdan aydan nurg'un gaplar bor. Bularning hammasi nima uchun desa, hozir o'qitayotganlar, bo'lib yuqori qatlamdagilar o'ziniki huquqini talab qilish yoki yana bir balda o'sish. Shuning uchun Xi Jinpingga xushomat qilishga boshladi. Endi biroz asosi bo'lsa, davatgan gaplarniki sal yaxshiroq, lekin hozir o'tirib chiqayotgan gaplarni anglab chidash mumkin emas. Shu darajada sharmandachiliklar yuz beryapti Xitoyda hozir. Shunga bu yil yana Xitoyda cho'ng o'zgarish bo'ldi. Endi bu yerdagi bizga biroz umid akiladigan bir narsa, amaliyotda Xi Jinpingniki davomli boshliq bo'lgani yaxshi. Boshliq bo'lsa, u Xitoy Kompartiyasini uzlan bilan olib ketadi oxirida. Ashta qilsa, Uyg'urlar uchun bir fursat keladi, erkinlikka erishish uchun, vatanniki xalqimizni qutqizish uchun. Endi bu ishlar qachonga bo'ldi bilmaymiz, lekin hozir shu tarafga qarab ketyapti ishlar. Endi Uyg'urlar ustida ozroq to'xtalay. Yaqinda biroz o'zgarishlar bor. Xitoylar ko'p tashviqot qilmagan bilan Sharq Turkistonda bir qism ishlarda biroz osonlashtirish yuz beryapti. Masalan, burun ma'muriy xodimlarniki damlashini, haftadagi damlashini bir kun tushirib ketdi ekan. Yaqinda uni asliga keltirib 2 kunga o'zgartiribdi yana. Uning boshqa bir qism ishlardan biroz bo'libmi vatan bilan chet elliklarning aloqasi jihatda biroz bo'shash bo'yotdi deb anladim men. Andan keyin ba'zi Uyg'ur ota-onalar chet elga chiqib ketibdi bolalarini ko'rganga. Andan keyin ba'zi chet eldagi ba'zi qarindoshlarimiz aşağıdaki Sharq Turkistondagi Xitoy saqchilarininki degan gaplarni anglabdi. Qaytib kelsa bo'ladi, balam qaytib kelib ko'p kelsa bo'ladi, biz viz beramiz degandek gaplarni anglabdi. Shu qilib chet eldan qaytib ketayotganlar bormi yo'qmi uni bilmayman. Hozir shunday biroz yo'l ichilayotgandek qiladi. Bu bundaq o'zgarishlar bir tarafdan yaxshi ish, yana bir tarafdan yaxshi ish emas. Nimishqa degan chog'da hozir chet elda Uyg'urlarni beshiga kelgan cho'ng qirg'inchilik, cho'ng vayronchilik, cho'ng zulm mushlarni biroz esidan chiqarib qo'yish ahvoli mavjud.
bir odam ses quraydigan bir o'burniga kirib tarat qilib 10 minutdak o'tirsa u burun ses qurmaydigan bo'lib qoldi. Bizga hozir 5 yil bo'lib qoldi. Yuragimizni yig'lab yurayotqili vatanda bo'lgan ishlarga. Hozir bara kishilarniki bu to'g'riliq gap qilishimiz yeyib biroz burunqidek azap chekishim biroz yeniklab, hozir bo'lsa to'y nazar o'tirish qator chaylar biroz ko'payib qanday qiladi. Mening orzuyim bu endi biz qanchalik sog'lom yashay olsak, xo'shal yashay olsak shuncha yaxshi. Lekin vatandagi xalqimiz nima kunni ko'ryotdi, buni unutib qolmasligimiz kerak. Bo'libmi biz chet elda qilayotgan siyosiy ishlarni hargiz to'xtatib qo'ymasligimiz, ozitib qo'ymasligimiz kerak. Shunga bo'lsa chet eldagi qarindoshlar yana o'ziga bir ma'lum prinsiplarni turg'izib, masalan, agar men bir o'ltirishga borsam, chuqur bir siyosiy faoliyatga qatnashaman, ashni o'rnini ashaqqa to'ldiraman deb, mesela bir prinsipni tuzib olib, mushtarak ishni qilib yashashaq deb o'ylayman. Vatandagi ahvol o'zgarib bo'lmadi. Biz bek cho'ng ziyon tortdik. Bu ziyonniki ig'liq darajasi qayerga bordi? Keyin biz rasmiy tekshirib aniqlagandan keyin, agar biz tekshirish aniqlash bo'lib qolsa, shu chog'da bilamiz. Xitoy bilan Amerika urushib qolsa, Amerika Uyg'urlarga qurol berib, 300 mingdan 500 mingdak Uyg'urlarga qurol berib, ular Amerikalar birlashib Xitoyga qarshi urush qiladi deb pek ansiragan. Mana shu 2017-yilda shunday cho'ng andishasi bor. Shunga bular oldi bilan 500 mingdak Uyg'ur erlarni ichkariga ketdi. Bu erlar 18 yoshdan 45 yoshgacha, ko'pinchisi Xotan Qashqardan ashta qilib yo'qolib ketdi bular. Bundan boshqa yana bek chiqsalar bo'ldi hozir. Shuni buni uqmaymiz, qaysi darajada bo'lganligini. Meniki daftarimda 9 million odam Uyg'ur jamiyatidan yo'qolib ketdi. Shunga biz siyosiy kurashni ojizlashtirib qo'ymaylik, to'xtatib qo'ymaylik. To'y nazari o'ltirish qatorchalarmi bo'lsin, lekin siyosiy faoliyatlar bu hargiz bo'shab qolmasin. Mening orzuyim shu. Men yaqinda ijtimoiy darvinizm to'g'riliq biroz gaplarni qildim oldingi videoda. Burun 2017-yilda yozgan bir maqolam bor jihatda. Shu Uyg'urlar o'zini saqlab qolamdi yo'q degan masala to'g'riliq. Yaqinda buni Facebook'ga ko'p qismini qilib chiqarib qo'ydim. Bir qism qilinsa o'qidinglar. Men shu maqolamda 2017-yilda yozilgan maqolada bir qism farazlarni o'tirib qo'ygan. Uyg'urlarniki qanday kunlarni ko'rish ehtimolligi borligi to'g'riliq. Shu ehtimollarning hammasi bo'lib bo'ldi hozir. Bu qatim bu maqolani o'qib ham bek hayron qoldim. Shunga agar qiziqadigan qarasa o'qib beqinglar. İctimai darwinizmniki asosiy ideyasi kuchliklar ojizlarni yo'q qiladi, aqllilar dodlarni qul qiladi. Bu Xitoyniki tutgan yo'limish shu. Xitoy ijtimoiy darwinizmni qattiq o'rgangan. 1890-yillardan boshlab 1910-yillarga borgan chog'da Sun Yat-sen Efendi ve başka Xitoy ziyolilari bu ishni qattiq tadqiq qilib, kelgusida dunyodagi to'qinish aqtalliklar bilan, Amerikani asos qilgan aqtalliklar bilan Xitoyni asos qilgan sertaraflar o'tirsidagi kim yashaydi, kim yo'qotiladi degan kurash bo'ldi deb shu o'tirib qo'yibdi ekan. 1910-yili, bundan 110 yil burun. Hozir shuni ko'ryapmiz biz. Mushta ishlar bo'lyapti hozir. Endi Uyg'urlarningki taqdirimi hozircha kapolatga ega emas. Biz o'zimizni saqlab qolamandik degan narsa. Shunga bu masalani biz hargiz o'zimizni qochirib qo'ymaylik. Hammamizning oldida mush masala bor. Biz qanday qilsak o'zimizni saqlab qola olamiz. Qanday qilsak o'zimizni kuchaytira olamiz. Bu masalani davomli o'ylashib turaylik. Bolalar tarbiyasi bu jihatlarda. Endi mushundaq ishlarda, mushtiyadik ishlarda endi Uyghur Project fondiniki qilayotgan ishlarimiz intayin muhim. Shunga qarindoshlar bizni qo'llashni to'xtatib qo'ymanglar. Bo'libmi? Hozirgi sharoitda biz yana qanday ishlarni qilsak bo'ladi? Yangi ideyalar bo'lsa, o'tirg'i chiqaringlar, birga qilaylik. Bizning biroz iqtisodiy kuchimiz bor. Iqtisodiy kuchimiz bor deganda bek cho'ng ishlarni qilib ketmaymiz, lekin saodatga ishlar bo'lsa qilaymiz endi. Shunga mush jihatda Uyghur Project fondini qo'llab, yangi turlarni o'tirib chiqarib, shularni qilib minishga
ahamiyat bergan bo'lsanglar. Oldingi kunlari hozir bir qism yangi videolar chiqdi Uyg'urlar haqida. Bular asosan mashina odamga aylantirilgan Uyg'urlarniki ko'rinishlari, ichkiriga ketgan Uyg'ur qizlar, ondan keyin bizning vatandagi Uyg'urlar minus yuyilgan endi. Har bir Uyg'urni so'zitib Xitoycha ashta qilgan gaplar bor ba'zanlari. Siz milting nima desa, men Junxo millati, men o'zimni shuncha baxtli his qilaman degan gaplarni deyotdi. Bir xonimdan Şinjan degan gap qachon o'tirib chiqqan desa 1884-yilda dedi. Uning ma'nosi nima? Şinjan degan gapning ma'nosi nima desa, qadimgi zaminning yangidan egasiga qaytarilishi deb o'sha dedi. Gutu Shingui deydi. Gutu degan qadimgi, tu degan zamin, Shin degan yangi, Gui degan qaytishi deydi endi. Ashta deb javob berdi. Şinjan degan ma'nosi qadimgi zaminimizning yangidan qaytib kelishi degan ma'noni bildirdi deb, ma Uyg'urlarga ashta digizgil turibdi Xitoylar. Bizniki kunimizdagi ahvolimiz shunday eg'ir hozir. Shunga biz bo'shib qolmaylik. Endi yaqinda WhatsApp to'plarida Xitoylarniki hozir shu o'z fuqarolariga Xitoy davlat ichida va xalqaro qo'llanayotgan taktikasiki nima ekanligi to'g'riliq ba'zi paranglar bo'lyotdi. Men 2019 yili va undan burun Turkiya va Yevropadagi Uyg'ur jamoatiga boyalarga berib leksiya so'zlagan vaqtimda bu masalani o'tirib qo'ygan. Xitoylarniki bir nazariyasi bor. O nazariyaning ismi qalin qora nazariyasi. Bu to'liq nihoyatda cho'ng kitoblar bor bu Xitoylarniki. Intan cho'ng kitobi bor. Xitoycha Ho He Shue deydi. Ho degani qalin degan gap, He degani qora Shue nazariya. Ashta kitoblar bor, men ko'rsatib qo'yasizlarga chiqqanman. Amazondan olaysiz masalan bu kitoblarni. Men bu to'liq burun so'zlagandim. Bu kitobning kimi 2000 yildan burun 2000 yildan yuqori tarix bor endi. Xitoylar ayni vaqtda keltirib chiqargan, vujudga keltirgan bir nazariya. Buni intayin keng ko'lamda qo'llanayotdi. Hozir xalqaro qo'llanayotdi, Xitoy davlat ichida qo'llanayotdi. Qalin qora nazariyasi. Buning ma'nosi nima desa, sen ma'lum bir maqsadga yetish uchun chuqum seniki yuzing qalin ammo suzuk bo'lish kerak deydi. Yuzing qalin ammo suzuk bo'lish kerak. Bu nima degan gap? Bankalardagi siz bankaga pul olg'ili yoki pul qo'yg'ili borgan vaqtingizda bankaning xodimlari bir aynakning ichida turdi, siz sirtida tursiz. Aynakning ostidan tiqildi, tuz qo'lingiz bilan tiqolmaysan, ostidan tiqildi. Ash aynak o'q o'tmaydigan aynak, nayt qalin ammo suzuk. Miyadagi siz ma'lum bir maqsadga yetish uchun sizning yuzing qalin ammo suzuk bo'lsin deydi. Ko'rinib odatni ko'rayotgan bo'lsin, ammo qalin bo'lsin deydi. Xitoyniki bu yerdagi Ho degan qalin, yuzing qalin bo'lsin deyishning ma'nosi shu. Ondan keyin sizning yuraging qora ammo rangsiz bo'lsin deydi. Nima uchun rangsiz bo'ladi? Rangsiz narsani ko'rolmaysiz. Niyetingizniki, qalbingizniki, yuragingizning qorlig'ini haqlar bilib qolmasin deydi. Yuraging qora ammo rangsiz bo'lsin. Qalin qora nazariyasiniki asosliq mazmuni shu. Albatta men degandek bu nihoyat cho'ng kitob o'zi. Qiziqadigan qarindoshlar ko'p bo'lsalar bo'ladi. Hozir Xitoy mushu narsadan foydalanyapti. Mayli Xitoy fuqarolar bo'lsin, dunyo bo'lsin, Uyg'urlar bo'lsin, hammasiga. Yana bir deb qo'yadigan narsam, tunugun Uyg'urlar tor jurnalininki 32-soni e'lon qilindi. Undan foydalaninglar, ham tashviq qilinglar. Nihoyat isl mazmunlar bor. Biz bu jurnalni nihoyat sifatli bo'libmi chet eldagi Uyg'ur jamoatiga biroz qimmat akildigan bo'lsin deb intayin qattiq kuchab qilyapmiz. Shunga bir ko'z yuritib qo'yinglar, o'qib qo'yinglar, nihoyat isl mazmunlar bor. Hozir bu jurnalga Uyg'urlarga qarshi urush degan kitobniki davomi besilyapti.
biz yaqında bir qaror oldik. Bu kitob tugagandan keyin yana bir yangi kitobni tarjima qilib jurnalga bosmoqchi. Hamda uningga nashriyat huquqini ilib 500 dandak bostiramiz uyg'urcha. War Without Rules. Qoidasiz urush. Qoidasiz urush degan Xitoylar chiqargan bir nazariya bu mu? Qoidasiz degan gap urushlarda belgilik qoida bo'ladi. Belgilik qoida, tuzum bir narsa bo'ladi. Masalan, ikki davlatniki askarlari urushga qolgan vaqtida qurollarga chiqilmaslik degandek. Yaqinda Rossiya necha kun oldida Ukrainadagi bir soda sarini portlatdi. Misail bilan boshqarilgan bomba bilan portlatib, necha 100dan ortiq odam o'lib, nurg'a odamlar yaralanib degandek. Mana shu urush qoidasiga amal qilmaslik. Qoidasi urush degan mustaq bo'ladi. Bu kitobni Robert Spalding degan kishi yozgan. Bu odam o'zi bir Xitoy mutaxassisi, Xitoychini biladi, Xitoyda tug'an. O'zi bir harbiy general, hozir pensiyaga chiqqan. Bu kishiniki boshqa kitoblari ham bor. Bu kitobda Xitoyning bir donliq kitobi bor. Cheki yo'q urush degan. Cheki yo'q yoki cheklimasi yo'q. Cheki yo'q desak bo'lmaydi ekan. Unrestricted warfare. Cheklimasi yo'q urush. Xitoyniki tutqayilmiş shu cheklimasi yo'q urush. Gerçi nurg'un ishlarda xalqaro qonun, tuzum, cheklama, kelishma bo'lsa-mu, Xitoylar bularning hammasiga imzo qo'ydi, lekin hammasiga amal qilmaydi. Hammasini buzdi. Bu Xitoylarniki tuzib olgan bir davlat taktikasi bu. Shu narsaning hammasi Xitoyniki shu cheki yo'q, cheklimasi yo'q urush degan kitobda bayon qilingan. Bu kitobdagi narsa amaliyotda Xitoylarniki bir yangi urush taktikasi. Bu odam shu kitoblarni qattiq tadqiq qilib, buni shu kitobdagi o'tirib qo'yilgan ahvollar bilan Xitoyniki yaqin yoqi tutgan yo'llarini tushuntirib, mush orqali Amerika hukumatini Amerika hukumati va dunyoni Xitoy hukumatiga qanday taqobil turish jihatiga o'zining ko'z qarashlarini o'tirib qo'ydi. Bu kitobda fosh qilgan narsalar Xitoyniki qanday qilib shirkatlarniki maxfiyatlarini o'g'irlash, aniki Xitoy virusini dunyoga taqitish, anikin savdo qoidalarini buzish, mush orqali o'ziniki dunyo hukmronlik qilish maqsadiga yetayotganligi, mush jihatiga ishlarni fosh qilib turdi bu kitobda. Aslida bu kitob Uyg'urlarniki o'z-o'zini tarbiyalashida muhim. Xudoyim bo'lsa, undan foydalanasizlar. Endi oxirgi deydiganim yine bir haftadan keyin, ya'ni kelar juma kuni, 7-8 kuni yoki 9 kuni, ehtimol sal 2 kun, ba'zi yerda 8, ba'zi yerda 9 bo'lishi mumkin. Qurbon hayiti bo'ladi. Shunga sizlarniki kelar hafta program yo'q, men video chiqmayman. Ashta bu boshqa sal baldur bo'lsin-mi, deganda bo'lay. Hammanglarniki qurbon hayitiga muborak bo'lsin. Gerçi vatanimizning ahvoli intayin egri fojia ichida bo'lsin-mi, imkon bor ozroq bo'lsin-mi xushal bo'lib bayramni o'tkazishganimiz tilashaylik birlikda. Hammanglarniki qurbon hayiti muborak bo'lsin. Bu demasa xayr, xush, xudoyim omonatlar qatam ko'rishga omon bo'linglar.